Assalomu alaykum. Efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarvara Tojiyeva. Prezidentimiz tashabbus va topshiriqlari asosida aholini zamonaviy infratuzilmalar bilan ta'minlangan turar joy bilan ta'minlash maqsadida yurtimiz bo'ylab yangi O'zbekiston massivlari barpo etilmoqda. Surxondaryo viloyatining qator tumanlarida ham bu yo'nalishda yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Termiz tumanida 2023-yilda qurilishi boshlangan yangi O'zbekiston massivi o'z ko'lami, turar va noturar binolari, ijtimoiy hamda iqtisodiy obyektlari bilan viloyatdagi eng yirik massivlardan biri hisoblanadi. Bugun Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz va Angor tumanlarida bo'lib, yangi O'zbekiston massivlarida amalga oshirilayotgan qurilish ishlari bilan tanishdi. Tashrif davomida turar joylar, ijtimoiy tadbirkorlik va ishlab chiqarish obyektlari qurilishi holati o'rganildi. Shuningdek, Angor tumanidagi massiv hududida barpo etilgan yangi maktabni jihozlash jarayonlari ko'zdan kechirildi. Ishlarni qisqa muddatda yakunlab, o'quv binolarini foydalanishga topshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Viloyat rahbari Angor tumaniga tashrif chog'ida renovatsiya dasturi doirasida eski, sharoiti talabga javob bermaydigan turar joylar o'rnida zamonaviy ko'p qavatli uylar qurish bo'yicha takliflar bilan ham tanishdi. Aholi bilan muloqotda fuqarolarning fikr va takliflari tinglandi. Mas'ullarga aholining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda turar joylar qurish, shu jumladan nogironligi yoki keksalari bo'lgan oilalarga birinchi qavatdan xonadonlar ajratish vazifasi yuklatildi. Kuni kecha Termiz shahridagi San'at saroyida O'zbekiston xalq artisti Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi Bahor davlat raqs ansamblining konsert dasturi bo'lib o'tdi. Madaniy kecha Surxondaryo aholisi uchun haqiqiy bayram onlarini ulashdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Termiz San'at saroyi sahnasida Bahor davlat raqs ansamblining jonli ijrosi tomoshabinlarga a'lo kayfiyat bag'ishladi. Ansambl repertuarida Farg'ona vodiysi, Buxoro, Toshkent, Samarqand, Xorazm va Qoraqalpog'istonga xos milliy hamda zamonaviy sahna raqslari namoyish etildi. Har bir chiqishda milliy an'ana, harakatdagi nafosat uyg'unlashib, sahnada milliy raqs san'atining go'zal qirralari namoyon etildi. Davra, tanovvur, lazgi, munojot kabi klassik va zamonaviy raqslar tomoshabinlar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. Mana bugun Toshkent shahridan o'sha Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi Bahor raqs ansambli viloyatimizga tashrif buyurgan, konsertga kelib o'sha raqslarni tomosha qilib turibmiz. Juda ham kayfiyatimiz a'lo. Bunaqa konsertlar o'zi ko'proq bo'lib tursa yaxshi bo'lardi. Ko'plab endi sekin-sekin viloyatlarga ham o'sha kelib ko'proq konsertlar uyushtirilib turibdi. Xalqimiz, mana Termiz shahri xalqi asosan farzandlari bilan oilaviy kelib, tomoshabinlar tomosha qilib, qo'llab-quvvatlab o'sha madaniy hordiq olib ketishyapti. Yosh raqqos va raqqosalar ham raqs san'atining siri asrorlarini puxta o'rganib, sahnada o'z mahoratini namoyish etdilar. Tomoshabinlarning fikricha, bunday tadbirlar yosh avlodda milliy qadriyatlarga hurmat va vatanga muhabbat tuyg'usini yanada mustahkamlaydi. O'zbek raqs san'ati abadiy davom etadi degan umidamiz. Bizni olqishlayotgan xalqiga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozir mana bu yerda bugun Termizda bo'lamiz, ertaga Qashqadaryoda bo'lamiz. 14-da Xitoyga uchib ketamiz. Bizning maqsadimiz shu o'zbek milliy raqs san'atini rivojlantirish. Chindan-da Bahor ansamblining har bir raqsi yurtimiz go'zalligi, xalqimizning iffat va latofatini ifoda etadi. Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi Bahor davlat raqs ansambli milliy raqs merosini asrab-avaylab, uni yangi avlodga yetkazishda muhim rol o'ynayotgan yetakchi jamoalardan biri hisoblanadi. Termizda bo'lib o'tgan konsert milliy raqs san'atining go'zalligi, o'ziga xosligi va jahon madaniyatida munosib o'rniga ega ekanini yana bir bor namoyon etdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiylaridan yana bir yorqin g'alaba. Yurtimiz posbonlari Buyuk Britaniyada bo'lib o'tgan nufuzli xalqaro harbiy musobaqa Kembriya patrulida zafar quchishdi. Hozirgi lavhamiz ana shu haqda.
O'zbekiston harbiylaridan yana bir yorqin g'alaba. Yurtimiz posbonlari Buyuk Britaniyada bo'lib o'tgan nufuzli xalqaro harbiy musobaqa Kembriya patrulida zafar quchdi. 2025-yil 27-sentyabrdan 7-oktyabrgacha Buyuk Britaniya qurolli kuchlariga qarashli maxsus o'quv markazida tashkil etilgan musobaqada dunyoning 35 ta davlatidan 117 ta jamoa qatnashdi. Ular orasida AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Kanada, Polsha, Finlandiya, Ispaniya, Gretsiya, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmaniston jamoalari bor. Musobaqa shartlariga ko'ra, har bir jamoa 90 km masofani piyoda bosib o'tib, yo'ldagi punktlarda 8-10 km oraliqdagi jangovar vazifalarni bajarishi lozim edi. Ular tarkibiga taktik harakatlar, razvedka, topografik xarita asosida yo'nalishni aniqlash, aloqa o'rnatish, muhandislik va tibbiy yordam ko'rsatish hamda ommaviy qirg'in qurollardan himoyalanishga doir mashqlar kiritilgan. Jamoalar 6 ta blokka bo'lindi. Har bir blok ichida qatnashuvchilar oldindan raqiblarini bilmaydi. Harakat hududiga kirishda esa qat'iy tartib o'rnatilgan. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi jamoasi Buyuk Britaniyaning 6 jamoasi bilan birga AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Ispaniya, Norvegiya va Gretsiyadan iborat kuchli blok tartibida harakatlandi. Yigitlarimiz o'z blokida ikkinchi bo'lib start olgan bo'lsa-da, belgilangan manzilga hammadan oldin yetib bordi. Bu nafaqat jismoniy chidamlilik, balki aniq harakat, yuksak bilim va jamoaviy uyg'unlik namunasi sifatida e'tirof etildi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra 87,3% ko'rsatkich bilan birinchi o'ringa Buyuk Britaniya jamoasi, ikkinchi o'ringa 84,7% lik natija qayd etgan O'zbekiston jamoasi, uchinchi o'ringa AQSh vakillari sazovor bo'ldi. G'alaba bilan yurtimizga qaytgan jamoamiz Toshkent xalqaro aeroportida tantanali tarzda kutib olindi. Bu yilgi natijalar o'tgan yilgilarga qaraganda ancha yaxshi. Musobaqani o'zi ham ozgina mashaqqatli tartibda o'tkazildi. Oldingilariga qaraganda qiyinroq, lekin qo'limizdan kelgancha va shijoat g'ayratimizni qo'shgan holda yurt bayrog'ini, prezidentimizning ishonchini yana bir bor oqlab keldik. Raqib jamoalar dunyoni davlatlaridan kelgan. Ulardan misol qilib aytadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari, qo'shni davlatlarimizdan Qirg'iziston, Qozog'iston hammasi, qolaversa Yevropa davlatlarining barchasi, Irlandiyadan tortib Ispaniya, Italiya hammasigacha ishtirok etishdi. To'g'ri, ular NATO sistemasida, lekin baribir harbiy xizmatchini matonati, chidamliligi, sabri u Yevropadami, Amerikadami baribir harbiy xizmatchilarni shularni talab qiladi. NATOga a'zo bo'lmasligimizga qaramasdan biz faxrli ikkinchi o'rinni oldik. Kembriya patruli 2025 musobaqasida O'zbekiston harbiylarining erishgan natijasi mamlakatimizda harbiy sohada olib borilayotgan tub islohotlarning yana bir amaliy natijasi bo'ldi. Yaponiyaning Osaka shahrida tashkil etilgan Expo Butunjahon ko'rgazmasida O'zbekiston pavilyoni o'z yo'nalishi bo'yicha oliy mukofotga mavzuning eng yaxshi ochib berilishi nominatsiyasida oltin medalga sazovor bo'ldi. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning aytishicha, taqdim etilgan bilimlar bog'i kelajakdagi jamiyat uchun laboratoriya konsepsiyasida an'analar va innovatsiyalar uyg'unligi o'z aksini topgan. G'oyamiz jahon hamjamiyatida keng ko'lamli aks sado berdi. Barchani ruhlantirgan professionallik va ushbu loyihaga bo'lgan ishonch uchun butun jamoaga, shuningdek, xalqaro hamkorlarimizga samimiy minnatdorlik bildiraman, dedi Saida Mirziyoyeva. Expo ko'rgazmasida Xalqaro ko'rgazmalar byurosi mukofoti ko'rgazmaning asosiy mavzusiga tegishli sohadagi yutuqlarni e'tirof etdi. U innovatsion g'oyalar, ilg'or texnologiyalar va ishtirokchi mamlakatlarning madaniy xususiyatlarini namoyish etuvchi eng yaxshi pavilyon va ko'rgazmalarga beriladi. Ushbu nufuzli mukofot ko'rgazma ishtirokchilarining Butunjahon ko'rgazmasi muvaffaqiyatiga qo'shgan beqiyos hissasini e'tirof etdi va ularning muayyan sohadagi yetakchiligini namoyish etadi. G'oliblar innovatsion texnologik jihatdan
jahon ilg'or va global muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlarni namoyish etuvchi eksponatlar yaratish uchun mukofotlanadi. PIO mukofoti o'z mamlakatining eng yaxshi taqdim etgan pavilyonlarini alohida qayd etdi va ko'rgazmaning asosiy mavzusini aks ettiruvchi maqsadlarga erishishga qo'shgan hissasi uchun taqdim etiladi. O'zbekiston milliy pavilyoni O'zbekiston Respublikasi Expo ko'rgazmasida 1993-yildan boshlab ishtirok etgani boshlangandan keyin birinchi marta PIO oltin mukofotiga sazovor bo'lmoqda. Tarixda ilk bor o'zbekistonlik futbol mutaxassislari FIFA qo'mitasiga tayinlandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining xalqaro maydondagi nufuzi yanada ortib bormoqda. Ilk bor yurtimiz vakillari FIFA qo'mitasiga a'zo etilib saylandi. Ravshan Ermatov FIFAning futbolda texnologiyalar, innovatsiyalar va raqamli rivojlanish qo'mitasi raisi o'rinbosari. Avaz Maqsumov FIFA sohil futbol qo'mitasi a'zosi. Yuliya Panina ayollar milliy terma jamoalari o'rtasidagi musobaqalar qo'mitasi a'zosi. O'zbekistonda 2024-yilda ilk bor FIFA futzal jahon chempionati o'tkazilgan bo'lsa, 2027-yilda yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatiga ham mezbonlik qilishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha 14-oktyabr kuni havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 29-34 daraja bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.